Assalomu alaykum hammaga. Hozir Instagramda juda yaxshi trend boshlanibdi. Saxiylik, bir-biriga yordam berish. Qozog'iston, Rossiya, Turkiyada odamlar bir-birining kreditini yopib berayotganini ko'rib juda ilhomlandim. Men ham sinab ko'rmoqchiman. Biz o'zbeklar bir-birimizga yordam bera olamizmi? Avvalo, bu majburiy emas. Kimning imkoni bo'lsa, kim xohlasa deya faqat yaxshilik niyatida qatnashadi. Iltimos, negativsiz tushunish bilan qaraylik. Men 3 nafar farzandim bilan 2 yildan beri yolg'iz onaman. O'zimni rivojlantirish, yangi kasb o'rganish uchun kredit olishga majbur bo'ldim. E-kurslar va dasturlar pullik edi. Shu sabab 10 million so'm kredit oldim. Bolalarning otasi yordam ham bermaydi, aliment ham to'lamaydi. Faqat shunga qarab o'tirib vaqt o'tkazgim kelmadi. Harakat qildim. Hozir sizlardan kichik yordam so'ramoqchiman. Kanalimda 72 mingta obunachi bor ekan. Agar har kim atiga 1000 so'mdan yordam kelsa, kreditimni yopishga katta hissa bo'lardi. Keling, birgalikda yaxshilik qilaylik. Kimda imkon bo'lsa, qo'llab-quvvatlasa, juda minnatdor bo'laman. Oldindan hammaga katta rahmat.